Barchangizga assalomu alaykum. Sizlarga graziyalar do'stlar, bugungi videolarimizni scout ochamiz. Mana universitet scoutlarimiz bor. Kim tushar ekan, kim chiqar ekan ya'ni. Xo'sh, birinchisida hech kim darvozabon, defaultlarda darvozabon kerak menga. Birinchi oddiylarni ochib yuboramiz, keyin esa sariqlarga o'tamiz. Xo'sh. Buni olib sotib yuboraman baribir. Oq scoutdagi o'yinchilarni. Arzonlarni qilaman. Hop. Keyingisi bu oq scoutda yaxshisi chiqmaydiganga o'xshabdi cho'ta. Yo'q. Problem. Keyingisi deb Allah. Вообще chiroyli turibdi. Lekin kerak emas deb Allah ham menga. Bo'pti. Rayani olamiz. Raya. Darvozabonlar bekildir bitta boshini qo'l qilishim kerak. Keyingisi mana bu darvozabon. Sulic. Sigirma. Şimdi futbol çıktı. Yokla. Keyingisi Al-Nusrati Andrey bilan chiqdi. Keyingisi Koffe deganlar chiqdi. Koffe. Arzon bloklarni olib qo'yamiz. Zakariya. Xo'sh, keyingisi ko'k scoutlarga o'tamiz. Glenwood, Manchester United, adashmasam. Gomez. Sariq scoutlar o'tamiz. Leo bilan Hernandez kerak emas. Hoymont kerak emas. Bu qanaqasi? Keyin ham kerak emas. Prosodek scout ochamiz. Caicedo yo'q. Cherby. Vega bilan Nathan chiqdi. Barella ham kerak emas. Barselona futbolchisi esa yaxshi bo'lardi. Kambola. Pulisic yaxshi statistika ekan lekin. Sulic. Rulli bilan Mir. Lopez, Kon. Griezmann bilan Son. Darajasi yuqori o'yinchilar. Noma'lum. Militao. Palmer va oxirgisi kim? Joker. Militao bular ham kerak emas. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qolasiz deb aytaman.